Umra ziyorati mana davlatimiz umraga borishni ancha osonlashtirib qo'ydi, ko'z tegmasin. Ayniqsa oxirgi yillarda yaxshi, zo'r. Umraga boradiganlar ko'paydi. Bunga faqat havas bilan qarang. Narsa olayotgan paytda, men Imom Buxoriyning yurtidanman, men buncha qilib bergin deyish holatini ko'p eshityapman. U yoqdagilarni gohida jahli chiqayotgan ekan. 50 boshi bo'lib bordim. Guruhimdagilar keyin bironta do'kon yoki bozorni ko'rsating dedi. Mana do'kon bor ekan. Keling shu yerga deb nima kirgizdik. Keyin kirdik. Haligi kirgandan keyin hoji onalar narsalarni tanladida shu 100 riyol atrofida dedi. Haligi ayollar aytayaptiki, 30 riyol beraman deyapti. Keyin aytdiki, 100 ga 30 savdomi? Ha, 100 ga 30. Yo, sunnat bu 30 riyol beraman dedi. Keyin hoji ona unaqa qilmang. Men qancha olib kelganimda aytishga majbur emasman, lekin ishoning u pulga olib kelmaganman haqiqatan ham 30 riyolga kelmaydi bu. Ya, sizlar dedi, men Imom Buxoriyning yurtidanman, Imom Buxoriyning hurmatiga. Bo'pti, 50 riyol ber dedi. Keyin sotuvchi aytdiki, Imom Buxoriyning hurmatiga men senga 70 riyolga beraman mayli dedi. Birdaniga ayollar chur-chur qilishni boshladi. Ana ko'rdingizmi? Yana tushing. Hoji ona, xonadosh tushing. Bu deyapti, o'zi ancha arzonga olib keladi. Bizga haligi qilyapti, bizni kiydiryapti. U yoq, bu yoq deb pichirlashyapti. Keyin aytdiki, yo'q, 60 beraman dedi. Yo'q, 70 dan kam bera olmayman. To'g'ri tushuning. Bundan kami menga zarar bo'lmasa olmaysizlar dedi. Ya, zarar emas, aldama bizda. Sen ko'p foyda qilyapsan dedi. Men Imom Buxoriyning yurtidanman. Buxoriyning hurmati yo'qmi? Bir narsa dedi. Shunday tortib oldi, qaytarib qo'yib, chiq hammang bu yerdan dedi. Sen Imom Buxoriyning tilingga olma qaytib dedi. Sen Imom Buxoriyning yurtidan bo'lsang, men payg'ambar alayhisalomning yurtidanman. Nima deysan dedi. Nega savdogarlashtiryapsan? Seni yurtingda ehtimol pul uchun iymonini sotib yolg'on gapirar dedi. Menga shunaqa og'ir botib ketgan. Qattiq gap bu. Lekin men pul uchun hech qachon yolg'on gapirmayman dedi. Hech qachon. Olmasang olma. Chiq do'konimdan hammang dedi. Yalla hajji deb shuna jahli chiqib xafa bo'lib haydab yuborib do'konni yopib qo'ydi. Juda og'ir gap, lekin to'g'ri gap. Qaytaraman. Sen Imom Buxoriyning yurtidan bo'lsang, men payg'ambar alayhisalomning yurtidanman dedi. Hech qachon pul uchun yolg'on gapirmayman. Ehtimol sizlarda pul uchun yolg'on gapirar, lekin biz yolg'on gapirmaymiz dedi. Mana shu Madinalik arab savdogarning gapi. Shuning uchun hurmatli umraga boradigan, hajga boradiganlar, Imom Buxoriyning ismini sotishni to'xtatinglar. Men o'sha hoji onalarga kerosa koyib, vatanni sharmanda qilmanglar. Imom Buxoriyning to'liq ismi nima deganimda birortasi ismini aytib bera olmagan. Bu o'ylaymanki, umraga endi boradigan yurtdoshlarimiz uchun bir qo'llanma va eslatma bo'ladi. Yurtning nomini, har holda o'zingiz ziyorat uchun borayotgan bo'lsangiz ham yurtning nomini obro'sizlantirmaslik uchun kerak bo'ladigan. Va bunga hech kimning haqqi yo'q. Albatta.